Karis qaynukam shu kunlarda tushimda ko'p ko'radigan bo'lib qolman. Shunga sog'inibman shekilli deb bugun ertalabdan futbolkasini kiyib oldim. Qaynonam esa menga qarab, qop-qora kiyim kiyib olsam, ozg'in ko'rinaman deb o'ylasang, xato o'ylaysan deb ustimdan kuldilar. Bu kiyimda ozg'in ko'rinmasam ham siz yoningizda ozg'in ko'rinaman deb qattiqroq kulib o'rgan ekanman. Yarim soat men bilan gaplashmay yurdilar. Ertalabdan men shunaqa laktofit ichaman. Bu kishechnikni, ya'ni oshqozonni juda ham tozalaydi. Suyaklarni mustahkamlab, immunitetni ham ko'taradi. Uyimizda guruch qolmagan ekan, shuning uchun qaynonam ertalabdan turib guruch pishirishni boshladilar. Qarasam qaynonam bechoralarga o'xshab shunaqa shirinlik yeb o'tirgan ekanlar. Keyin qora ramyon pishirib beraman, maza qilib yeymiz desam, qora ramyon pishirguncha bolangni narsalarni yig'ishtirib so'kib berdilar. Sizdan ozg'in ko'rinaman deganim uchun qattiq xafa bo'ldilar shekilli deb o'yladim. Ha mayli. Bolalarim narsalarni yig'ishtirib chiqsam, o'zlari ramyonlarni tayyor qilib qo'yibdilar. Boshqa oilalarda dasturxonning ustiga narsa toshishsa, biz stolning ustiga hamma narsalarni tayyor qilib, bitta qilib olib kelamiz. Lekin shuni pastda ovqat yeyishga diqqatligimda juda ham qiynalgandim. Ahir esa o'rganib ketdim. Bitta minus tomoni ovqat yeb turganingizda yoningizda itvacha u tomonga o'tadi, bu tomonga o'tadi, asabingizga o'ynaydi. Kstati, itlar ham o'sirishini bilarmidingiz? Men ham shu narsani shu uyga kelib keyin bildim. Ovqatni bo'lgandan keyin boshqa oilalarda hamma idish-tovoqlarni yig'ishtirsa, biz stol bilan birga ko'tarib ketamiz. Lekin kazi qaynonam diqqatligimda bu stolni umuman ko'tartirmagan. Diqqatligimda qaynonam ko'p ovqat qilganlar, qaynukam esa dasturxon yozib idish-tovoqlarni yuvardi. Qaynonam ikkita o'g'illigi ham uyda qilinadigan hamma ishlarni qilib katta qilganlar. Shuning uchun meni erim ham va qaynukam ham uydagi hamma ishlarni qilishni biladi. Uyimizni har bitta xonasida o'zini musor idishi bor, lekin salafan yoki paketga o'xshagan musorlarni verandaga olib chiqib tashlaymiz. Aslida oddiy musorlarga qo'shib tashlasa bo'ladi, lekin qaynonam unaqa qildirmaydilar. Bugun cho'chqa go'shtidan ko'p zakaz qilganman, kelsa manti pishiramiz. Ungacha bolangga sutini berib uxlatib qo'ygan deb aytdilar. Keyingi videoyimda esa karischa manti pishirishni o'rgataman.